Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Avaleysallazî halaqas semâvâti vel arda biqadirin. Allah yakhluqa ballahu vel hallaqul alim. İnnemâ emruhu izâ arâda şey'en ve yekullahu kun feyekûn. وَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. O'zingni kalomlaringdan sodir bo'lgan savob sadaqalarni seni zolimga o'tib ketgan jamiki aziz avliyo anbiyolar kelib so'zlar xosatan 18 ming olam payg'ambari va sarvari olam janob Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga o kishining ahli baytlariga, zurriyotlariga bag'ishlayman. Allohim yaratgan qodirgam. Shular qatori shu qabristonimizda qo'nim topgan barcha mu'min mu'minotlar, muslimotlar, duoga umidvor bo'lib yotgan ruhlarga boshladim. Hozirdan shu yerda otamizni ruh borlarga boshladim. Ishlarni g'aribi rahmat, shoxsiy jannat, oxiratlarni obod qilgin. Allohim yaratgan qodirgam har bir bandalarni ikki dunyo go'zalligini berib, o'zingga boshqa muhtoj qilmagin. Ya Alloh yaratgan qodirgam, bu foniy dunyoda bilib bilmasdan qilgan sabiylarni o'zing kechirgan Allohim yaratgan qodirgam. Subhanakallahumma wa bihamdika Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar bi rahmatika. O'chirmaydir hamma qishloqdoshlarim, aka-ukalarim hayitlar qulluq bo'lsin. Yanagi yil hayitlarda ham shunday intifochilikda, omonlikda, shirin ko'zi shirin so'zlarda diydorlashni Allohim hammamizga nasib qilsin. Qariganda qo'shganlarimiz bilan uzoq yillar qo'sha qarib, farzand navbatlarda duosida bo'lib, ularning ardog'ida bo'lishlik hammamizga nasib qilsin. Shunday bugun mana shu jamoat ishlarida aktiv bo'lgan har bir insonga qishloq ahli nomidan shu o'tganlarimizda kuch-quvvat berib, shu tiriklarimizga umr tilab yotishlardan duo umidvor bo'lishni hammamizga nasib qilsin. Amin. Yaxshi, uzoqmi, charchamayapsizlarmi? Saka, baqib qaravaring aka. Charchamayapsizmi? Bolalar, nima bo'ldi? Yaxshimi? Charchamayapsizmi? Endi ishni boshlayman. Rahmat. Mana ayol bilan tabriklayman. Kelasi yil ham Allohim sizlarga yana chiroyli bo'lib bir chiroyli ihsonlar va shunaqa mashinalarga chiroyli kelasi yil ham nasib bo'lsa, birligimiz yo'qolmasin. Bundan ziyodana bo'lsin. Hammamiz kechagi ishlarda ham aktivlaringiz bo'lsa hammasi. U gapni men gapirayapsizlar-da. To'yxonada tinmadim so'ram maqsad. Faqat lekin iqtidorim bor qolgan yomon bo'ldi. Men shunday azizlarni tashabbuskorlardan birisizlar aslida. 2 yillar. Noqul qo'shdik Birinchi shu harakatga kelishgan. ahliga. Ha, poyezdimizda harakatga kelishida asosiy sababchi sizlar. O'sha 21 tonna ketgan sementdan esimizda yo'q. O'sha universitetda ketgan tosh ham esimizda yo'q. Shularni parovoz bu boshida sizlar turib boshlab berdilar. O'sha 7 tonna sementlarga e'tibor shu insonlar mana boshlanib ketdi. Nasib bo'lsa, kechagi hali shular tarixida bo'lgan yo'q. Mana shunday iftorliklar tashkil qilish, bundan tashqari mana shu Ruslanjonni ko'targan tashabbuslari qishlog'imizda mana ahillik bo'layotganiga, bir-birimizga mehrimiz ortib, intifoq bo'layotganimizga men to'g'risiga juda ham xursandman. Keyin bitta kasallarning xatini qilib qayergadir yozib qo'yish kerak edi, Telegram guruhlarga. Nasib bo'lsa, Uylarga kirib chiqishda. mana har kim o'zini qalbi bilan, o'zini iymoni bilan demak, hamma narsani qo'lidan kelgancha amalga oshirsa-da, Akramjon. Bu ishimiz yomon bo'lmaydi. Mana shu ishimiz yomon bo'lmaydi. Davomida mana bu turgan joyini har qanday sizga ming bersin. Baraka bersin, Murod akam ming bersin. Bola chaqangiz qilib halovat. Endi boshdan shoxsa singlim biladi. Shu narsa tuzganman. Yomon. Shu yerdan nevaram kelganda, katatam yerda yotib, nevaram kelganda, onasi otasi yerda holat olguncha kirib shu atroflardan bir dasta yo'qsa, men boshimga borib qo'ysa, albatta yerda to'xtaydi degan. O'sha qaring sayda bo'ldi. Ha, nasib bo'lsa, o'shanga qarata ketyapti harakatdan. Bo'ladi. Ishlarimizga rivoj bersin.
Aytgandan keyin. Ko'pga so'raylik, ko'pga so'raylik, ko'pga. Ana navbat qiladi. 8 yoshga kiryapmiz-da, nasib bo'lsa animali deganda. Ha shu vaqtlarda yana ham obod bo'lib, shu joylar, onalarimiz gulzor bo'lib, zamonaviy boyagilar bo'lavergandan keyin nasib bo'lsa ko'chirib, shu janoza namozlari, masjidimiz uzoqlik qilgan odamlarga janoza namozi shu yerda o'qilsa, toza pokizagina. Hattoki qiz uzatganimizda qizasini uyida qizimizni nimasini o'qir deyapti, nikohini qilib, toza pokiza bo'lsin, ilk yosh juplashayotganda degan maqsadda ota-onasinikida nikoh qilib deyapti. Shunday belga kelganda ham pokizagina qabristonga borishimiz kerak degan maqsadda shu yerda janoza o'qilsa, ko'chada birov boya aytdim, raddomga shoshayotgan bo'lishi mumkin. Birov yoki bo'lmasam nima deydi, haligi qayt qilgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa bir yomon ishlar qilgan bo'lishi mumkin deb u ko'chada o'qilgan janozaga qarshiman men, to'g'risini aytsam. Yo'q, buning uchun toza pokiza bo'lib kelsak, shu toza pokiza bo'lib shaqa azlarimizni oldiga qo'shilsak. Ha? Ko'tar shu yerga. Qo'y shu. Qo'y shu. Qo'y shu. Bu tarafdan ana. Hamma tarafdan bak. Xatirlar nima qilasan? Shunaqangi o'zini qo'yib yuboramiz unda. Ha, yerim suv olib berdi yapti. Ko'rkovlardingda sahan urganni ko'tar, do'ngga ko'tar, boyaga turpoq taylagan. Bo'ldi. Ular tegib chiqdi. Allohim baraka topingizlar. Bitta ikkovimiz o'lsak borku, salot aytib turadi xotin. Ha, ya bu Yettamas hali 1-2 yashanki, bir 100 yil. necha katta bo'ladi-da, Gulzamon? Katta bu. Mayli, guli kattaroq vaqtida. Ana shu shaxta ekik, aka ol uni. Mana nag'rani. Yo, bu yaxshi, bu yaxshi. Tagiga havo kirmasin. Yo, bo'yi bir-biriga mana 50 da mana oldi. Ekik. Suvni qormang. Suv solyapsizlarmi, yo'qmi? Suv solyapsiz. Olib keldim-ku hali. Mana bu Qo'sam bo'lmaydi. Bu ham uzun. Rosa mana 50 bo'lib tursin deyapman-da joyida. ey, oldin men tarafdagi mana bu bitta. Islom, yaxshi bu havo kirmas. Ya, Ha, shunday deysizda havo kirsa 3 ta archaman quruq qol. olib kelib bitta. Kapatgan bering. Oyog'ingizni. Mana bu ikki ketyapti. Suv sog'ardingizmi aka? Yo'q, sen tuproqdayla ketdik. Ha, aynab tutdik. Zaten qo'limiz bittisini yaptı. Пожалуйста. Endi loyga botmayman. To'qqinchem kerak ekan, taglarini kesib. Bular shoxsi qo'yib Şöyle qo'yadi. tursin. Ma. Yag'ini bos Bu sementlarni zo'r qo'yibdi. Kim qo'ydi? qaysini? Mana bu sementlarni zo'r Ha, qo'yibdi. hashar qildida odamlar. Emas, Yo'q. Hashar emas, 70-yilda bolalari tuproqda olib keldi. Sementi. Ha, 7 tonna sementini olib keldi, 70-yilda bolalari. Toshini olib keldi o'zimiz. 10 tonnami? Ha, uzun. tonnaydi. Keyin yana qo'shib 10 tonna qildirdi. Ha, shu bizlar o'zimiz 70 bolalari 70 bolalari, qizlari shu ishni qildi, toshini, sementini olib baraka keldi. topsin. Assalomu alaykum. Hormangizlar. Ishlaringizga omad. Haydar bilan kerak. Rahmat. Bo'ldim kelib qoladi. Hozir ana mashin topsa iftor qilyapti ekan. Uyida iftor qilyapti ekan. Ya somsa pichoq qilayotgan. Alhamdulillah robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas siratal mustaqim siratal ladzîna an'amta aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lam yelid ve lem yulad. Kullahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Allohim ushbu o'qigan oyatlarimdan yig'ilgan savob samarani avvalo o'zingga baxshida etdim. Ikki olam sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aziz avliyolarga, sahobalarga, choriylarga, jamiki o'tganlarga, qabriston ahliga, oyijonim, dadajonim, qaynonam, qaynotam, xususan qizim Gullolajonim, Shahlojonimning ruh poklariga baxshida etdim. Allohim ushbu o'qigan oyatlarimdan yig'ilgan savob samarlar qizim Gullolajonimning qarang qabrlarini rahmat nurlarining bilan ravshan qiling. Havzi Kavsar suvlaridan sirob qiling, jannat yo'llarida misyor qiling. Bilib bilmay qilgan oshkora va yashirin xatolarni mag'firat qiling. Suvlarini sharbatdan qiling, yotgan yerlarini jiroqsiz jannat qiling. Allohim ikki dunyo saodatini bergin. To qiyomatga qadar qabr va do'zax azobidan o'zing asrab oxiratdan obod ruhini shod makonini jannat qiling. Allohim jannatlaringdan joy bergan bo'lgin. Rabbana atina fid dunya hasanatan oxirat hasanatan va qina azoban. Allohumma anta salam va kasam tabaraka zal jalal va ikram Alloh. Yetmişli bolalar mana şöyle archada ikilyapti. Suv kerak emas. Biz qildilaringiz edi ba'zi. Ha, yaxshi. Baraka topingizlar. Umida yashang, rahmat. Ketsin. Rahim soyalari yuraylik. Aha. Dilshoda hormang. Shaxsda baraka toping. Rahmat. Islom. Bitta ko'tarilingchi, qandaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, mana archalar ekyapsiz, xudo xolasa. Ha. Ko'karib ketsa. Qaraganimizda ham 70-yilda bolalar deb eslab yursinmiz kelajagimiz. Yetti. Yaxshi bo'ladi yo'q. Mavlidda hormang. Tagin tezib bering. Rahmat aka. Sog' bo'lib yuring. Kit ko'taraman. Ayo ko'taramandami? Birinchi uzunlarini ekik, qolgan qaltalar orqadan ekamiz. Ertalar 5 yilga saharda kelganimda archalar 70-yilda deb salovat toptirsin degan mardiyaga. Vallohu alam. O'tganlarimizda dardini menga aytsin. Qalblarida nima ezgu tilaklari bo'lgan bo'lsa bajarilmagan hammasini bajaray ekanlar. Ya, bo'lmaydi bu qo'ylarni. Qayda? Ekish kerak mana. Ikkilik hozir ekanmiz. Hozir kelamiz. Yo'q, hozir emas. Yanidan keyin bo'lsa, serdan keyin. Ustashimga aytdim. Tez olib qayerga turibdi? Kecha ko'rib kelib keldik. Bo'lmaydi. Hozir buna Sen 3 metre.
yana. Ana atelime durdum da men. Yavaş ketdik. Qarang, nari atelo'rik. Ha, mana yo buni ham tushiring shekan egri-ku. Qana shu. Chega chiqadi bu. Qana shu. Gap sarishtiradi, yomon ekan. Osilsanmi? Hurmatli yurtdoshlar, qishloqdoshlar, mana qabristonimizda ertalabdan beri hashar bo'lyapti. 70-yilda sinfdoshlari, qizlari, ayollari, o'g'il bolalari mana kelib hasharda aktiv qatnashib, hamma yerda shipir sidir qilib, mana archalarni ekyapti, yaxlatni shipiryapti. Shu qishloqdoshlar sizlardan iltimos, oxirgi makonimiz shu yer. Shu yerga kelib qo'nim topamiz hammamiz. Shu qabristonga abitdan keyin bo'lsa ham sizlardan qattiq iltimos qilyapman. Bir kelib hasharga kelib yordam qilsalaringiz. Shu qabristonimizni kelajagini mana ko'ryapsizlar. Bu oldingi qabriston qanday edi, hozirgi qabristonimiz qanday bo'lyapti. Mana qarangizlar. Odamlarni qarangizlar. Masjidga hasharga boryapsizlar-ku, xuddi shunday qilib bergan kelingizlar iltimos sizlardan. Mana shu qabristonimizni obodonlashtirish uchun mana shu hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib, umumhal hasharga aktiv qatnashishimiz kerak. Mana mahalla komam ertalabdan bir yerda, mana o'g'illar hamma gulzamonlar shu yerda, sinfdoshlardan hammasi shu yerda. Mana hamma uborka qilib yotibdi. Shu yerga bir yordam qilingizlar iltimos sizlardan, qishloqdoshlar. Sharin akaning o'g'li Sherzod. Devorlarda, skameykalarda Sherzod nomidan ehsonlik deb Ibragimchilar nomidan, Ibragimchilar nomidan. Ha? Zoir aka beryapti. Ha, bo'ldi. Ha. Bu nimalarga rika? Skameykalar.